Очный o'qiysiz, lifehack. Очный o'qiysiz. Yo ayol, yo erkak oilada bittasi ochniy o'qisa, qarang. Orqasidan keladigan bolalaringiz, farzandlaringiz hammasini 1 yillik registratsiya qilasiz. Bu birinchidan. O'zingiz RVPO olasiz. O'qishda o'qiganingizning masalan 5 yillik o'qisangiz, 5 yili 6 oyga sizga RVPO beradi. Yoki 4 yil o'qigan bo'lsangiz, 4 yili 6 oyga beradi. RVPO. Siz уведомление degan narsadan qutulasiz. Patent degan narsadan qutulasiz. Butun bor to'lovdan qutulasiz. Sizga bankovskiy karta ochiladi, student bo'lganingiz uchun spetsial ochiladi alohida. Va u sizga bezlimit bo'ladi. Ya'ni sizga mana zapret bor-ku, 115-statyalar bor, bankda sizga perevod bo'lgan boshqa. Unaqalarni yiroqdasiz. Chunki siz studentsiz, inostrан studentsiz. Ochnida RVPO olasiz va RVPO ga farzandlaringizni prikrepit qilib OMS olasiz. Ya'ni meditsinskiy polis olasiz. O'zingizga ham, bolalaringizga ham. Ayolingizga emas yoki ayolda bo'lsa erkagingizga emas. Faqat farzandlaringizga. Registratsiya 1 yillik qilasiz. Endi ayolingiz yoki eringiz bo'lsa, ular u patentda yuradi agar shunaqa bo'lmasa. Yoki u ham o'qir balki. Keyin o'zingizning nomingizga YTT ochasiz. IP ochasiz ya'ni. Agar shaharda yurib, shaharda ish qilaman desangiz, IP ochasiz biznes qilishga. Keyin esa agar yo'q qishloqda mol-hol qilaman desangiz, mabodo. Qishloqda ochasizda, qishloqda. KFH ochasiz, nomingizga ochasiz va ayolingizni o'shanga ishchi qilib olasiz. O'sha трудовой договорning originalligi o'sha yerda. Siz uyingizga original registratsiya qilasiz, original patent olasiz va original siz qishloq xo'jaligi doyarkami yoki xullas nima deb olsangiz, pastda moyka deysizmi, tam raznорабочий deysizmi, ayolingizni yoki ayol o'qiyotgan bo'lsa, erkakni raznорабочий yo pastuxmi debmi, mol qo'yga qiziqayotganlar olasiz. Qarabsizki, butun oilangiz ofitsialniy bo'ladi. Bolalaringiz maktabga berasiz, bog'chaga berasiz, ish o'qiyveradi, hech qanaqa nimasi yo'q. Siz dokumentlaringiz yaxshi bo'lishi kerak, boshqa bo'lishi kerak. Va endi главный narsa, siz ochni o'qiyapsiz-ku. Shanba, yakshanba dam olasiz. Bir xil paytlari, bir xil semestrlarda o'qishingiz nimasiga qarab yana bir kun dam bo'ladi. Yoki bir paragina dars bo'ladi ertalab va ondan keyin bo'sh bo'lasiz. 8 da borasiz, 10 da bo'sh bo'lasiz. Shu formatni ko'rasizda, yo nochka ishlaysiz menga o'xshab. Masalan, men kichkina точка общественного питания ochgan mana. Nochda ishlaysiz, har kun Xudo bergan kuni har kuni ikkita продавец 3 ga 3 ishlaydi. 3 kun bitta ishlaydi. Magazinliklarga joy pishirib sotadi. Men общественное питание haqida aytayman. Agar qishloq xo'jaligida bo'ladigan bo'lsa, bitta mashina kerak bo'ladi. Shunday kelasiz, o'qiysiz. O'qish ertalab bir xil payt 8 da 10 da boshlanadi, obeddan keyin 3 gacha. Uspet qilasiz. Bu men 100 kilometr, 120 kilometr Petrovskdan ertalab chiqib nimaga marshrutka 500 rubl bu yoqqa qarab kelish. O'qishga kelib qolaman. Va obeddan keyin shunday yana o'tirib 2 soat, 1,5 soat yo'l bo'lsa uxlab ketaman. Mashinam bor edi, hozir mashinam yo'q. Mashinam bor edi mashinada. Va produktni ham borayotganda, kelayotganda ham ryuzagingizga boshqaga solib, shaharda arzonroq bo'ladi, ayrim narsalar, qishloqda arzonroq bo'ladi, ayrim narsalar. O'sha boyagi narsani obmen bo'ladi. Shunda boyagi 3 kunida dam olasiz, qishloqda o'tkazasiz, 3 kunida shaharda o'tkazasiz, baribir ishlaysiz-ku. Agar birovning qo'lida ishlayman desangiz ham, masalan, birovning qo'lida. Bu boyagi A variant. B variant, siz birovning qo'lida ishlamoqchisiz. Masalan, boyagidek hali pulingiz yo'q yoki bo'lmasa Rossiyaga birinchi kelgansiz, boshqa student bo'ldingiz, ochniy formatda. Demak, siz nochka ishga kirasiz. 3 ga 3 ishga kirasiz. Juda ko'p odamlar 3 ga 3, 2 ga 2 ishlaydi. Ana o'zbekchilikni yo'qotish kerak, ya'ni 7 ga 0 ishlashni yo'qotish kerak. Sababi boshqasiga ham uspet qilishni o'rganishimiz kerak-da. Ishchi fikrida, balki 1 oy, 2 oy ishlarsiz, mana qo'lingizga 100 ming, 200 ming yig'ib olgancha. Ishchi fikrdan o'tishimiz kerak. Pul yig'ib O'zbekistonga jo'nataman, boshqa yo'q. Bitta yerga keldingizmi, o'sha yerda 4-5 yil harakat qilsangiz, lo'ppi deydi-ku, o'sha lo'ppi qilasiz keyin. Ham obrazovание, ham oila, ham bola, ayol yoningizda bo'ladi va hamma hojatlaringizni chiqarasiz, ya'ni.
tom ma'noda va tong ma'noda xullas. Va pryamoy ma'noda degani. Qarabsizki, boyagi 2 kun qolgan ishingizda 2 kun noshda birovda ishladingiz, 3000 dan ishladingiz deylik, 6000 ga ishladingiz 2 kunda. 6000 sizga boya xarajatingizga yetdi. Yana o'zingizga biron bir ish qilasiz. O'zingiz bitta tochka ochasiz. Men o'zim tochka ochgan paytimda o'zim bir joyda ishlardim. Tunda u joyga borib ishlardim. Nima qilib? Somsa pishirib kelardim. Privoz degan bozorga borib, somsa pishirardim. Shu darajada endi professional bo'lasiz-ku. 3 soat, 4 soatda shu 300-400 ta somsasini pishirardim-da, qatlama somsani pishirib tashirdim-da, men kelishgani shunaqa donasiga kelishib, pishirib ketardim. Ertalab tunda kelib, 2-3 larda kelib ishxonamga, hozir ochgan tochkamga kelib, ertalabgacha o'zimga chiqarardim va prodavis ketardim. Prodavis tashab ketardim. Tochkada foyda qilmasdim, ya'ni. Boyagi oyligim o'zimga, oila bola chaqamga yetib turardi. Tochka sekin ko'tarilgancha, boyagi prodavisga oylik berish kerak, nalogi bor, sveti bor, boshqa arendasi bor, boshqasi bor, ko'tarilardi. Keyin yurib ketdi, bir oy, endi men 2 haftadan oshirmadim. Endi shu bir oy atrofida unaqa borishga qiyin, lekin keyin ishdan bo'shadik va o'zimizga bemalol, o'zingga xon, o'zingga bek bo'lib qoldik. O'shaning uchun aytaman, ishchi fikrdan o'tishimiz kerak, ish beruvchi fikrga. O'sha miyani o'shanda formatrovka qilsak, ana telefonda format qilib yuboradi-ku, o'shanda miyani format qilib olish kerak.